23 noyabr yana bir do'konimiz, Xudo xolasa Toshkent shahar Chilonzor tumaniga tayyorladik. Bu do'konimizning razmeri 6x3, Xudo xolasa qonli arzon qilib beraman. Oldi fasadlari tunika fondan ishlangan, 3 xil svet, mokriy, mebel, oq. Akfalari antrazit, alyumin profil, to'rttalar oshiq-moshiq. Qonli rama qismi 8x8 profil qalinidan ishlatilgan, Xudo xolasa. Zamoylari ham yaxshisi. Polimiz MDF 1.8 lik pol. Devor 06 qalinlikda. Bu ham endi tepalar plastik. Xullas, bu do'kon Chilonzor tumaniga zakaz olganman, Xudo xolasa. O'zi ertaga seshanba kuni va'da qildik egasiga. Xudo xolasa chiqarib yuboramiz. Bu do'kon 30 million so'm sotildi. Dastavka ustanovka ichiga olib borib, o'zimiz kranda ortamiz, kamazga ortib, olib borib yana joyiga tushirib, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib respublika bo'yicha dastavka ustanovka qilib beramiz. Rahmat.